Virusli gepatitlar ayollarda ko'p uchraydimi yoki erkaklardami? Bu savolga javob berish uchun adabiyotlarni ko'rib chiqdik va shu adabiyotlar ko'rsatdiki, erkak kishida jigar sirrozi, вообще jigar kasalliklar erkaklarda ko'proq uchrayotgan. Virusologiya ma'lumotiga ko'ra, gepatit B va D bemorlarimizning orasida ko'proq erkaklar aniqlangan va hozir biz ilmiy ish olib boryapmiz. Shu ilmiy ishga ko'ra biz 90 ta jigar almashtirish yoki jigar transplantatsiyasi o'tkazgan bemorlarni tahlil qilganimizda 70% erkaklar tashkil qilgan. Lekin transplantatsiyaga muhtoj bo'lgan guruhda ayollar ko'proq bo'lgan. Bu paradoksi biz shu paradoksga hali javob topa olmadik. Nimaga jigar transplantatsiyasidan ko'proq erkaklar o'tishini? Adabiyot ko'rsatyapti, jigar sirrozi ko'proq erkaklarda kuzatilar ekan. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra 2019-2021-yilgi ma'lumotlarga ko'ra jigarda yog' to'planishi erkaklarda 155% ga ko'paygan bo'lsa, ayollarda 101% ga ko'paygan. Ya'ni erkaklarda jigarda yog' yig'ilishi ham ko'proq kuzatilar ekan. Ilgari gaplarlarda ayollarda ko'p kuzatiladi, chunki ayollarda gormonal 40 yoshdan keyin gormonal fon o'zgargandan keyin jigar steatozi ko'proq kuzatildi deb tahlil qilinardi. Lekin hozirgi kunda nimagadir ko'proq erkaklarda uchrayapti. Bu nima bilan bog'lash mumkin? Kam harakatlik va bemorlarimiz spirtli ichimlik iste'mol qilgani bilan bog'lash mumkin. O'zi jigar yog' kasalligi qanchalik ko'p uchrayapti. Bemorlar murojaat qilishadi gepatit B yoki gepatit C, D virusi bilan. Virusga qarshi davo beramiz, jigar himoyalovchi dori vositalar beramiz va aniqlaymiz bemorlarimizda ham ultratovush tashxisotida ham fibroskanda ham bemorlarda jigarda yog' miqdori ko'pligi aniqlanadi. Ya'ni yog' normada 10-15% bo'lish kerak jigar hujayrasining ichida. Bizning bemorlarimizda 30% dan, hattoki 60% dan ko'p holatda jigarda yog' egallaganini ko'rishimiz mumkin. Uni fibroskan ko'rsatib beradi. Bu nima degani? Agar ahamiyat bersangiz, masalan, qo'y so'yilganda buyrakki atrofida yog' bo'ladi, yurakki atrofida yog' bo'ladi, lekin jigari atrofida yog' bo'lmaydi. Jigari ichida, jigar hujayrasining ichida yog' to'planadi. Va yog'ni kamaytirish uchun albatta bemor parhez qilish kerak. Kamroq yog' iste'mol qiladi va kamroq uglevod qabul qiladigan bo'lsa, jigarda yog' miqdori ham kamayadi. Homiladorlik paytida ham jigarda o'tkir yog'li gepatoz yoki gepatit rivojlanishi mumkin. Bu homiladorlik bilan bog'liq holat. Bu holatda ayol kishini tezroq tug'dirish kerak. Bu patologik jarayon deyiladi. Homiladorlik paytida jigarda o'zgarish bo'lib, ko'p miqdorda jigar hujayrasining ichida yog' yig'iladi va bu juda ham xavfli holat, chunki ginekologlar ayollarni tezroq tug'dirishga harakat qiladi. O'zi homiladorlikda mana virusli gepatitlarni oladigan bo'lsak, gepatit B homiladorlik paytida virusi miqdori kamayib boradi. Virusi miqdori kamayib boradigan bo'lsa, homilaga B virusi o'tmaslikni oldini oladi. Lekin bu homiladorda B virusi bo'lsa, uni tekshirish kerak emas. Virus o'zidan o'zi kamayar ekan, homilaga yuqmas ekan deyishimiz noto'g'ri. Homilador ayolimiz HPI pozitiv, ya'ni aktiv infeksiya bo'ladigan bo'lsa, bu holatda virus o'zidan o'zi kamaymaydi. Ham ko'payishi ham mumkin. Agar virus miqdori 200 mingdan yuqori bo'lsa, albatta homilador ayolga 24-haftadan boshlab virusga qarshi preparatlar berishimiz kerak homilani himoyalash uchun. Va bu homila tug'ilishi bilan birinchi 6-12 soatda gepatit B virusiga qarshi vaksina olishi kerak. Chunki vaksina tug'ilish paytida va tug'ilishdan keyingi davrda bolaga gepatit B virusi yuqishini oldini oladi.